Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan Bo'zatuv podkasti. Men Bono Usmon va studiyamizda mehmonlarimiz bor. Via Marokand guruhi a'zosi Abdurashid. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va Bo'zatuv festivali g'oliblarimizdan biri bo'lgan Qaytmasbek. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Bugun studiyamizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat, men ham xursandman. Taklif uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugun ko'rsatuvimiz juda ham samimiy, kulguga boy hamda jonli ijrolarga to'la bo'ladi. Odamni chaqirsalar jonli ijroga. Bizda qilib beradigan jonli ijro. Xuddi shunaqa. Va Abdurashid, agar qarshi bo'lmasangiz, ko'rsatuvimizni nomidan kelib chiqqan holatda birinchi o'zi Bo'zatuv nima? Va Bo'zatuv haqida tushunchalar haqida gaplashsak hamda Qaytmasbekdan Bo'zatuvga qanday kelib qolganini so'rasak. Men to'g'risini aytaman, bu ko'rsatuvni ochig'i ko'rganim yo'q edi, lekin eshitgan edim. Juda ham ko'pchilikdan, san'atkorlardan kelgan Oynajahon orqali yana qilganimizda eshitdim. Hozir qarshimda o'tirgan bola g'olib bo'lganini hozir sizdan eshitdim, juda ham xursand bo'ldim. Nima deymiz, kelajakda omad tilaymiz. Albatta bulardan jonli ijro ham eshitamiz. Xudo xohlasa eshitamiz. Qaytmasbek, o'zi Bo'zatuvga nechinchi yil keldingiz? Qanaqa bo'ldi? Bo'zatuv dastlabki birinchi yilida adashmasam ancha bo'ldi. Ya'ni 2021-yilda birinchi marta qatnashganimda viloyat bosqichida o'ta olmaganman. Unda viloyat bosqichida. Chunki noto'g'ri asar tanlaganmiz, ham yaxshi ijro qila olmaganmiz. Keyin 2023-yil bo'ldi adashmasam. 2023-yilgisida ham ulgurmaganmiz, ya'ni viloyat bosqichiga borishga, lekin shunda ham borganman. Qanaqa shaklda tumanimiz, ya'ni bu har bir sektor bosqichidan boshlanadi. Bu tanlov, ya'ni mahalla, tuman, undan keyin viloyatga o'tiladi, viloyatdan keyin respublikaga. Bizda ya'ni bitta o'qishimiz sababli ulgurmaganmiz. O'sha vaqtlari tumanimiz yoshlar yetakchisidan ruxsat olib yo'llanma olib viloyatga borganmiz. Lekin viloyatda o'sha respublikaga chiqishimiz kerak bo'lgan vaziyatda endi baribir raqobat kuchli bo'ladi har bir tuman o'rtasida. Endi nizomidan kelib chiqqan holda meni chetlashtirib yuborishgan 2023-yil, ya'ni nima uchun? Ya'ni tuman bosqichiga ishtirok etmaganim uchun. Lekin gapingiz bo'ldi, men shu narsaga qoyil qoldim. Qarang, hozir gaplarni eshityapman. Adashmasam 2 marta bu narsadan yiqilgansiz, ana qila olmagansiz-da. Yani shu narsa birovlarga mana qilsa bo'ladi-da, bo'shashmaganlar-da. Shunaqa. Mana hozir endi qarshimda o'tiribdilar, g'olib bo'ldilar. Bir xillar bo'ldi deb qo'lni ko'tarib yuboradi-yu. Bir marta taslim bo'lib ketishadi. Taslim bo'lmagan ekanlar. Gap bo'lish mumkin emas. Shunaqa bo'lgan, 2 marta yiqilganmiz. O'sha yerda keyin unda ham ozgina tushkun bo'lgan. Yiqilaman degansiz, lekin yiqilmadingiz. 3 marta yiqilganmiz aslida. 3 marta. 4-yilda bo'lganmiz. Bu nima desam, o'zim tanlovlarga qatnashishga qiziqaman. Men o'sha vaqtdan beri va hozirgacha tanlovga chiqsam qanaqadir yutuq uchun chiqmayman. Shunchaki o'zimni sinash, ya'ni sahnaga chiqqandan keyin tajriba orttirish va o'zimni o'sha katta sahnalarga o'rgatish maqsadida. Hozir qanaqa endi hayajon bormi? Baribir ham sahnalarga chiqsangiz. Endi hayajon hammada bo'ladi, lekin yengib o'tadigan joyi bo'ladi. Ancha yengib o'tganman. O'zim his qilaman. Baribir sahnaga chiqishda hayajon bo'ladi. Lekin oldingidek emas. O'zi ancha sahnaga ko'nikib qolganman. O'zi ustoz san'atkorlarning qarshisida ko'p kuylaganman sahnada. Shu orqali ancha bosilgan hozirgi kunda. 2018-yil adashmasam konsert berganmizda, shu Via Marokand konsert berganda, ishonasizmi yo'qmi, mana shu 2 kun Xalqlar do'stligi san'at saroyida berganmiz. Endi shunaqa, endi biz repetitsiya paytida Xalqlar do'stligi san'at saroyida endi odam bo'lmaydi, bemalol harakatlanverasiz-ku. Parda turibdi-da, shu parda tushadi. Biz chiqib kelishimiz kerak-da. Endi u hayajonni nima bilmayman, aytolmayman-da. Shu hali ham esimda, mana shu pardani biz tortganimizni bilamiz, ketishda mana shu tushgan. Men o'chdim-da. Bu umuman bor-ku, anaqa yo'q-da, hech bo'la qila olmaysiz-da, reaksiya yo'q-da. Shu odam o'sha yerda yig'ib olsangiz, yig'ib oldingiz o'zingiz, bo'lmasam bo'ldi, turasizda, qarabda. Endi shunaqa anaqa bo'lyapti, bu sekundlar ichida o'tib ketyapti. Amallab odam o'zini shu boshida o'zingizni bir 2 minut ichida ushlab olsangiz bo'ldi-da. Nima kuch berdi sizga muxlislarmi? O'zingiz ushlab turishingizga. Menga bitta narsa kuch bergan narsa, anomasda ular qarab turib jim turishmayapti, qo'llab, baqirib,
turganda o'sha narsadan energiya olasizda. Keyin birinchi qatorda o'zimni ota-onam o'tiruvdilar. Hech esimdan chiqmaydi. Onam bilan ana qo'llarini zo'r zo'p ana qilganda bilyaptilar-da va qanaqa hayajonlangan. O'shandan keyin birinchi kuni boshida hayajon, ikkinchi kun keyin bemalol o'tganda. O'sha kunlarni baribir odam eslaydi-da. Judayam zo'r. Hayajonni yengish bu juda ham katta san'at aslida. Hozirgi aytib o'tganda Rashid akamiz aytdi. Boshida inson o'zini srazi yig'ib olishga harakat qilish kerak, ya'ni o'sha jarayondan to'g'ri chiqib keta olish. Hayajon har bitta san'atkorda bo'ladi. Hozirgi vaqtda menda bo'ladi. O'sha aytganda sekundlar hal qiladi. O'sha srazi oldin qiyin bo'lardi, o'zimni yig'ib olish. Hozir yig'ib olish osonroq. Necha yoshsiz hozir? Hozir 25. Ha, 25 yosh ekansiz, hali undan ham ko'p sovrinlarni olishga ulgurasiz. Harakatdamiz hozirgacha. Bu yil festivalda qatnashganingiz qanaqa bo'ldi? Xayrli qilib bergan. Baribir odam so'rash kerak. Albatta. Niyatda gap katta bo'ladi. Endi qanaqadir chin yurakdan so'raganim uchunmi, o'sha sahnaga chiqdik. Hakamlar eng yaxshi ijro meniki deb baholaganda o'sha yerda. In the pantomime, hold to line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Lekin birinchi o'rin yo'q, faqat ikkinchi o'rin qilib berishdi. Yo'q, endi shunaqa qiziq voqea bo'ldi. Birinchi o'rin hech kimga berilmadi. Ikkinchi o'rin faqat menga berilishdi. Biz uchun birinchi o'rin g'olibi sizsiz. Sizdan bor. Men so'ramoqchiman. Kubok bormi? Mana shuncha yiqilishlardan keyin yana qatnashishga kuch masalan qayerdan keldi? Aynan hozir men sizlarga isbotlab qo'yaman degan narsa bo'ldimi yoki omadingiz kelib qoldimi? Endi avvalo nasiba aytib o'tganimda. Lekin odam qachonki o'ziga yaxshi ishonsa, ishonch bilan, ya'ni uvernost deydi odamda. O'ziga bo'lgan ishonchi qanchalik kuchli bo'lsa, o'shandagina o'zini yaxshi ko'rsata oladi deb o'ylayman. Shu kungacha kelganim ozgina ikkilanish bo'lgan, lekin bu yil hech qanaqa ikkilanish bo'lmadi. O'zimga uvernost bo'lganman. Yaxshi tayyorlangandim. Ketdi bu yerga. Ya birinchi o'rin sovg'asidan bo'ldi shunda. Hech kim bilmaydi. Yo'q, o'zi nima edi birinchi o'ringa sovg'a? 50 million birinchi o'ringa, 50 million. ikkinchi o'ringa 30 million, uchinchi o'ringa 20 million. Keling Abdurash aka so'raymiz. 30 millionni nima qildi? Men o'sha savol bermoqchi edim. Ikkinchi o'rin nechta odam bo'ldi? Bitta. Bitta siz to'g'rimi? 30 million nima qildingiz? Uchinchi o'rin bitta. Nima sarfladingiz to'g'risini ayting. Shu uyga borguncha bo'lib ketganda. Yo'q, oldik. 30 millionni qabul qilib oldik. Ochiqni aytaman. Yo'q. Nimaga topshirdim? Uni o'zim ijodimga sarflamoqchi edim. Lekin hozir kunda yo'q, ochiqni aytaman. 30 millionni oldim va xayrlar xayriyaga berib yubordim. Instagramdan chiqadi o'zim. Mana shu narsa kelyapti deb oldim, tasaga xayrat qo'yardim. Shunday. Sokin muzika ketadi, ta'sirli. Yo, hop, ish qilib shu 30 millionni yaxshiligiga. Yaxshi yo'lga sarfladim deb o'ylab turibman hozir kunda. O'ylab turibsizmi? Nima hop bo'pti shu? O'ylab turibman-da, nima? Uni hozir Koreyaga magistraturaga hujjat topshirdim. Hali shunisiga ham shukur. Zato birni berishmabdi, sizga ikkimi? Siz birsiz. Prosta nima farqi? 20 million. Yo'q, men o'sha tanlovga ochiqni aytaman. 50 million olib ketaman. Pul uchun kelmaganman, qatnashmaganman. 30 million qayerda bermayman. Nima maqsadda? Shunchaki ota-onam bir ko'rsa, xursand bo'lsin. O'sha farzandim shu respublikada o'rin olibdi. O'sha butun O'zbekiston bo'yicha eng yaxshilardan biri bo'libdi degan faxr tuyg'usini his qilsin. Uyga borganingizda ota-onangiz ko'rdilar, mana oldingiz. Qanaqa atsenka, kirib keldingiz? Qanaqa atsenka, qanaqa bo'ldi ular? Tuyg'u qanaqa bo'ldi? Kulib kirib keldim. Ular ham bosh kulishdi, yig'lab kulishdi. Bu ikkinchi marta bo'ldi. Chunki birinchisida o'tolmaganingizda yig'lash, shunda haqiqatdan, ikkinchisida xursand. 2 marta xursand qilishga ulgurdim. Nimaga? 2022-yil Botir Zokirov Respublika estrada ko'rik-tanlovida ham birinchi o'rin olganman respublikada. Gap isboti bilan deganda bitta jonli ijro eshitsak. Kimdan? Bilaman, mendan so'raysiz. Nima qilmoqchi edim? Kim bor? O'zbekcha bo'larsinmi? Albatta.
Aldama qora qosh aldama, sen qora ko'zim aldama. Aldama qora qosh aldama, sen qora ko'zim aldama. Samarqandning yo'llari ochilganda gullari Samarqandning yo'llari chakkasida gullari hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor ot choptirdim odirga men borayin chodirga chodir ichida qizlar ikki yuzi qirmizlar ot choptirdim odirga men borayin chodirga chodir ichida qizlar ikki yuzi qirmizlar olmacha olmacha anor qurboning bo'lay anor qurboning bo'lay olmacha olmacha anor qurboning bo'lay anor qurboning bo'lay hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor hay bola bola yor yor hamdam bola yor yor Gap bo'lish mumkin Zo'r emas. Zo'r. kutganimizdan ham zo'r. Zo'r, ijro zo'r, ovoz zo'r. Bekordan bekorga bir robtacha ikkini berishmagan ekan. Kayfiyatimizni bittada yuqori qilishga yordam berdingiz. ikkinchi o'rinmas Bekor ikkinchi ekan. Bir robtacha chiqadi. Yo'q dedi, chunki birga chiqishim. Omad tilaymiz, zo'r, ijro zo'r. Bu ashulalarning o'zi folklor ashula, juda bu ashula anaqalarni eshitganmiz. U Ravshon Namozov rahmatli bunaqa ashulalarni haqiqatdan yorib tashlaydilar. Haligacha bu ularni o'rnini bosadigan odam yo'q-da. Chunki o'sha folklorni olib chiqqan odam Ravshon Namozov bo'ladi-da o'zi. O'shani hozir ijrosida aytdilar, xuddi shunaqa anaqa deydilar-da. Xarakteri ham shunaqa-da. Xarakteri o'sha aytishi ham o'tdilar. Hayyan yar yaringman qilib, ani ochib, ovozdan qilib aytardilar-yu, o'shanisi bor edi-da, o'sha hali chiqmagan, endi Xudo xolis mana. Mana zo'r ijro eshitdik. Endi sizga yuzlanmoqchiman. Mana Via Marakand o'zi nega aynan bu nom bilan nomlangan? Ya'ni nimani anglatadi? Endi bizda birinchi ochilganda o'sha Via Marakand ochilganda endi ko'p nomlar kelganda biz o'tirganmiz, o'sha prodyuserlar bilan o'tirib maslahatlashganmizda ancha nomlar qidirganmiz, maslahatlashganmizda endi har xil yevropeyskiy nomlar, o'rischa nomlar qilmoqchi bo'lganmiz. Keyin Rixsitilla Abdullayev, biz sezagan aktyor, juda ham zo'r inson, men shu insonga o'z rahmat aytaman. O'zimizni milliychotni qo'ygan, o'zining kelajakda ham yaxshi bo'ladi. Ertaga kimdir nimadir demaydi, ana qilmaydi, ortiqcha gap so'z ham bo'lmaydi deganda o'shanda endi eski Samarqandning nomi Maraqand bo'lganda oldin. O'sha nomni olganda, shuni qo'ysang senga yaxshi bo'ladi deyishgan. O'shani prodyuserlar bilan maslahatlashganda keyin Via vokal cholg'u ansamblida o'zi. VCha bo'ladi. Endi Via o'rischasiga o'sha Via Marakand deb qo'yishgan edi o'shanda. O'sha milliychalikdan olib chiqib keyin nomni bir Marakand deb chaqirishadi, Maroqand deb chaqirishadi. Keyin Marakand bo'lib ketib qolgan. Aha, zo'r. Bu albatta nafaqat menga qiziq, balki bizni tomosha qilayotgan kuzatuvchilarimizga ham qiziq edi. Menga ham qiziq edi. Javob oldilar. O'sha oddiy bitta inson sababchi, o'sha Rixsitilla Abdullayev mana shu nomni bizga bergan. Hali ham to'y hashamlarda ko'rib qolsam, nomimni qarab biz qo'ymagan, rashk qilib qo'yadilar. Aha, juda ham zo'r. Keling, endi sizlar bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Men savollar beraman. Sizlar bo'lgan bo'lsa bo'lgan, bo'lmagan bo'lsa bo'lmagan kartochkasini ko'rsatasiz.
unda biz boshladik. Konsertdan oldin uxlab qolgan paytingiz. Yo, unaqasi bo'lmagan. Aha, bizda juda To'yga ham bo'lganda- mas'uliyatli insonlar o'tirishibdi. To'yga bo'lgan. Men o'zi bitta narsa men uxlab qolish tugul juda ham san'atkorlarni bilasiz-ku, ana rejim degan narsa, ana uxlab qolish, lekin ko'pchilik biladi, mana shu kanalga chaqiradiganlar ana vaqtiga aniq yetib kelaman. Bu narsaga bugun amin bo'ldim, chunki bugun ham vaqtida yetib Ammo keldingiz. ko'rsatuvimni nimami qaysi menga aytilsa o'sha narsaga anu vaqtida menga o'rgatganda, shu narsani prodyuserlarimiz o'rgatgan. Chunki juda punktualniy narsani yaxshi ko'rishardi-da. Buzatu festga hakamlikka taklif qilishganmi? Bo'lgan ancha. Bo'lgan. Men o'sha birinchi o'rinda. Shu joyini qo'yib boramiz. Sahnaga chiqqan paytingizda ashulangizni yodingizdan chiqarib qolish holatlari. Mana bo'lgan. Mana sizga ham ko'rsataman, senga ham. Bir kun Mana ham ko'rsating bo'lgan. voy yomoni bo'lgan mana, ishonasizmi? Esdan chiqmagan. So'zi esdan chiqmagan, xayolchi. Boshqa bir ko'p turibman, xuddi bir Aynan jonli ijroda bo'lganmi bu? yo'q, fonogramada. Jonli ijroda bunaqasi bo'lmaydi. Bo'lmasa eng sharmandasi bo'lgan menda. Konsertda-da. Konsert bo'lyapti. Yoshlar festivalimi, qattiq katta anaqada maydonda-da. Mikrofon qo'limdan ashula ketyapti. Endi bizda qiz bilan bola-ku. Yonimda partnyorim. Nima qilyapsiz? Uxlayapsizmi? Qarang endi. Nima desam? Va ashula aytishga qo'limda mikrofon anqayib nimadir o'ylayapman-da. Dur so'zim ketyapti, turtyapti. Ayting ashulangiz. Odamcha mana shu qarab turibdi-da. Qarsak chalib yuborishgan bor-ku. Keyin endi hab bo'lmaysizlar. O'zi ashulada shunaqa joyi bor edi. Bu o'ylangan edi. Bahona bo'lgan. Xayol ketib qolganda shunaqa bo'ladi mana shu. To'yda hamchi nimadirga deb o'chadi-da. Turib qolaman-da o'zimni o'zim. Mana shu o'y xayol bilan o'shaning uchun ham odam uxlashim ham qiyin-da. Mana shu nimadirlar o'ylayman, nimadirlar qilaman, odam xayol bilan ketib qoladi-da. Muhimi vaziyatdan to'g'ri chiqib ketish. Chiqib ketsa bo'ladi unaqa paytda. Amallab endi Improvizatsiya. gap bilan. San'atni tark etaman va san'at men uchun emas degan fikr kelib bo'ladimi o'zi sizlarda? Menda bo'lmaydi. Menda yuzimga kelib turib, bo'ldi, tugat. Mana bunaqa desam, yo'q, tugatmayman deyman. Lekin menda shunaqa narsa bo'lgan. Yoshlikda o'zi san'atga kirish niyatim bo'lmagan. Yoshlikdan o'zi yoshsiz-ku, necha yoshda? Endi 3 yoshlarda. bolalikda, maktab vaqtlarida qanaqa bo'ldi? Kim bo'lmoqchi bo'lgansiz? Endi o'zimcha boshqa kasb bo'lsam bo'laman, lekin san'atkor bo'laman deyish xayolimga bo'lmagan, chunki dadam o'zi san'atkor bo'lgani uchun maslahat bermagan. Bu Mana shunaqa payt o'sha bo'lganda, shunaqa paytlar san'atkorga qizini bermagan. Artist payt endi artist deyishardi, hopiz deyishardi. San'atkorga qizini bermagan. San'atkor mensirilmagan. Shunaqa paytlar men adam o'zlari san'at sohasida yurganlar aytib beradi, san'atkor umuman bir tenglashmagan. Deb borgan joyda juda ham jerkib, ashula aytayotgan joyda mensirilmagan. O'sha baribir o'sha narsa kattalarda qolib ketganda, endi hozir endi bu narsa san'atkorlarni olib chiqib, ko'rib, endi u mas ketayotgan paytda men adam aytib beradi, televizorlar yo'q paytida, Oynajahonga chiqmas edi. Artistlar otarchi deyishardi-da o'sha paytdan. Kinolarda ham bor-ku. Albatta, ko'p ko'raman. To'yga chiqsang qaragan deb urush beradi. Qaysi kinoda? Keyin oy surishadi-yu kelib turdi. Nima qilib yuribsan sen meni uyaltirib bo'lgandi. Haqiqatan shu narsa. Lekin hozirgi kunda bu fikr ancha o'zgargan. Ya hozir endi san'atkor anaqasi, chunki juda ham keng narsalar yoritib berilyapti. Qanaqa obro' anaqali bo'lyapti deb. Sizlarga ajoyib javob uchun rahmat. Endi o'yinlarimiz tugagani yo'q. Albatta bu o'yin emas, bir challenge qilamiz. Ya'ni uchalamizni o'rtamizda sizning repertuaringizdan bo'lishi mumkin yoki mashhur qandaydir ashulani birgalikda ijro qilib ko'ramiz. Aynan 3 kishi qatnashgan holatda. Men ruxsat berdim, o'zimizni erkin qo'ygan holatda janrlarni o'zgartirib, replar qo'shib, bu biz uchun hozir mumkin. Qaysi qo'shiqni tanlaymiz? Ochig'ini aytaman, Via Marakan birinchi televizorda ko'rganimda qiziqqanman-da. Biz o'sha vaqt yoshroq bo'lganmiz, kichkina bo'lganmiz. Biz uchun qiziq bo'lgan bu yo'nalish. O'sha Tarno degan bo'ladi-yu. Albatta men ham shuni so'ramoqchi edim. O'shanda ko'rganman, lekin hech xayolimga kelmagan. O'sha
Marokan solisti bilan bitta davrada turib, o'zaro suhbat. Mana bularni gapida hozir aytyaptilar, men Tohir Sodiqov bilan duet etaman degan, men 7 uxlab tushimga kirmaganda. Duet tashkil etganmiz. Bitta sahnada chiqib, Družbada konsertda shu premyera qilganmiz. Uni ham fanat bo'lganman dedi. Tohir akaga endi hozir вообще zo'rmiz endi. Erta kech o'sha tanish musiqa Naqoratida bitta go'zal qizning ismi Lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida Go'zallikda yagona ha ismi Malika Sovuq kunda ham bor, oldilariga boryapmizda, shu duetdan taqdim Tohir sovuq kunda odam terlab yurdi, hayajondan terlab ketyapman-da. Men qara deb qo'ygan, gapirishlari ham anaqa-ku. Men qara Rashid, sen hadeb televizorga chiqsang, o'zingdan o'zing menga o'xshab ashularni ayturmagin, tushundingmi? Aytsang to'g'ri aytgin deb qo'yganlar-da. Kullaman-da, hali mana shu gap hop endi uyalib turmang, birinchi marta hop aka, uzr. Endi hozir yaqin bo'lib ketdi. Aka yaqinda aytdim ashulangizni bitta joyga chiqib. Raza falsh etdi. Senga foydasi yo'q. Nima qilsang qur. Dabdalasini chiqarib tashladilar, mana shular deb qo'yadilar. Ya'ni Abdurashid bir gap bilan aytganda orzular demak ushalish xususiyatiga ega. Rashid ham ovozi Tohir aka ovoziga yaxshigina o'xshar ekan bir-biriga. Gapirishlari ham почти temir. Ya o'zi temir o'xshaydi. Men o'zi Tohir aka hozir mendan so'raysiz, to'g'ri ekan shularni aytdim, o'zim mana shularni aytmayman. Siz oboldingizku chunki. Birga debdi bitta shular. Yo bitta shular emas, aytdi, o'zgartirib, to'g'rimi? O'zgartirib. Bu xohishingizga Bu anaqada bu. havola. Improvizatsiya qilib turib, shularni xohlagancha qilib Va biz boshladik. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan go'zalim. Ana endi sizga Tarnoni aytmoqchi edik. Biz Tarnoni aytmoqchi edik. qaysini? Tarnoni? Mana aytib ketsizlar, ketdi. Boshladik. Oy chiq, yulduz chiq, kuni bo'yi kutdim, oqshom chiq, chil-chillab, ko'l-ko'llab, yorim yig'lar. Endi siz borku bitta anaqa o'zingiz yo'lingizda qilib aytib bering shuni. Improvizatsiya qilibmi? Ha, improvizatsiya qilib bitta eshitinglar. Tashqari havo ko'cha sovuq, yorgina ko'zlari yosh, ko'z yoshlari aralash yomg'ir, yig'laydi kamalak qosh. Tashqari havo ko'cha sovuq, yorgina ko'zlari yosh, Yo'q. ko'z yoshlari aralash yomg'ir, yig'laydi kamalak qosh. Chak, ko'z yosh to'g'alar qirmiz yuzidan chak. Qiz yolg'iz turar Tarnov yonida chak. Ko'z yosh to'g'alar qirmiz yuzidan chak. Qiz yolg'iz turar Tarnov yonida. Zo'r. Bu men zo'r chiqargansiz, mashinani cover qilib chiqing. Albatta, juda ham yoqdi. Cover qilib chiqing shu narsani. Hayolimga keldi o'zi. Yo'q, qilib Bo'ldi, chiqing mana hozir ruxsat berdilar Abdurashid aka. Bo'ldi, qilib chiqing O'z mana ashulariga. Ruxsatini oldim. Bo'ldi. O'zi bu ashulachi anaqa bilan biz aralashtirganmizda, o'zimizni lapar bilan anaqasi dado variantini aralashtirib gibrid qilganmizda. Mana shu narsani siz milliy qilib qilsangiz, o'zingiz yo'nalishingizni zo'r qilib qilsangiz, mana bemalol mana shu ashularni qiling. Keyin bemalol Instagramdan yozsangiz, birgalikda o'sha kollaboratsiyami, fantastikami, nimadir qilib tashlaymiz. Bu imkoniyat hammaga ham berilmaydi, lekin rostdan ham ashula aytishni boshlaganlarida ana yurakka yetib boradigan nolalar bilan. Shunaqa aytdilar. nolalari chiroyli ekan. Chiroyli ekan. Shuning uchun ham ikkinchi o'rinni oldilar. Bir yo'q-ku. Shu yaxshi taklif qilsam bo'ldim. Ochiq kutmagandim buni taklif. Yo, omadli hech qanaqa mana shularni ertaga sudga beraman degan narsa yo'q. Bemalol ayturing, xohlaganingizcha, lekin endi baribir zo'r qilib men misol uchun bitta narsa, shunaqa san'atkorlar borki, shu ashulani pikiga yetkazib qo'yadi-da, o'sha joyga urib qo'yadi-da. U ashulani kimdir cover qilsa hamchi bo'ldi. U ashulani hech kim eshitmaydi, o'sha san'atkorlikni eshitib yuradi-da. O'shani zo'r qilib aytib, o'sha yo'nalishidan ham olib chiqib qo'ysa bo'lgan-ku, misol uchun boshqani Albatta. coverchilar aytib qo'yishadi, anaqa misol uchun G'aybulla Tursunov
meni hayotim o'tadi ko'chada o'shani boshqacha yo'nalish qilib aytib qo'ydi-da, zo'r bo'lib chiqib ketdi-yu o'sha ashula. Bo'lmasam Originali ham mashhur. Originali ham zo'r bo'lganda, undan ham yaxshi qilib ijro qilib aytib qo'ydi. O'shaning uchun siz ham xohlaganingizcha bemalol. Demak, biz bir gap bilan aytmoqchimizki, ijroni bulardan-da yaxshiroq aytib bering. Bu kuzatuvchilarga, muxlislarga juda ham manzur kelsin va pikka chiqadigan ashula. Keyin zo'r bo'lib agar 4 ta nom bilan ko'rgani kelsangiz, bir bilan prosmotrda birga duet qilamiz. 30 million, 10 millionni olib kelasiz. Bo'ldi. Ya omadingizni bersin gap yo'q. Молодец. Lekin boyagi gapingizga ozgina qo'shimcha qilaman. O'sha o'zidan da yaxshi ijro qilish, demak o'zimni fikrimni aytaman bu yerda. Ashula ovoz tanlaydi birinchi navbatda. To'ppa-to'g'ri. Men mana shunaqa narsada haqiqatan ashula menga milliycha yo'nalish menga yarashmaydi-da. Odamning o'zini ovoziga menga to'yda turibman bir kun, aka bitta lazga ayting dedi. Aka undan ko'rasiz bor, mana shundan haydab chiqarib yuboring dedi. Menga misol uchun men bojalar yo'nalishi, Tohir Sodiqov, o'zimizning yo'nalish, estradnilar aytaman-da, lekin milliychani bor-ku, umuman menga ovozga yarashmaydi. Odam ani o'ziga yarashadigan narsani qilish kerak. Improvizatsiya qilib turib, ani bir xil o'zidan yasab olib, o'zi estradada aytib turib, yarashmaydi o'sha narsani nolali qilib aytsa bor-ku, bu boshingizga bor-ku, yarashadigan shapka emasda, bu katta telpak kiyib olgandek gapda. Yaqinda endi hozir bizga endi shunaqa narsa bo'ldiki, O'zbekiston haqida bitta ashula qilinglar dedi. Aha. Bo'ldi, qilamiz hozir o'sha narsani ustida ishlayapman. O'shani ham o'zim yo'nalishimdan chiqib ketmayapman. U ana qilib, dardli qilib, nolali emasdi, lekin o'sha yo'nalishimizni zo'r qilib o'sha narsani hozir ustida ishlayapmiz-da. Endi yaqinda Xudo xolasa chiqaramiz va shunani o'shanga qanaqa bo'lsa ham o'zimning yo'nalishimdan chiqib ketmayman. Demak, hamma o'zining yo'nalishida birinchi bo'lishi va ijod qilishi yaxshiroq ekan. To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston haqida ashula chiqaryapti. Rashid akamiz, demak, kimdir bo'lib emas, o'sha Via Marokand bo'lib ashula aytyapti. Bu eng to'g'ri fikr. Bizda hozir shunaqa narsa juda ko'p, taqlid juda ham kuchli. Men o'zim ham shu taqlidga qiziqqanman, lekin ustozlarning maslahati bilan sahnaga chiqdingmi, qaysidir asarni ijro qilyapsanmi, kimgadir o'xshab emas, o'zing bo'lib ijro qiling. To'ppa-to'g'ri, yo'q, o'zi mana bunaqa narsa odamni o'rganish bo'lib qoldi, san'atkorlarda hamchi. Kim qatga oqsa, o'sha oqib ketyapti-da. Hamdam qilyapti orqasidan. Hamdam yo'nalish ketyapti. Kimdir retro. G'aybi ketdi, g'aybini orqasida. O'sha paytda bizni Viyamarakan chiqqanda tukutak, shunaqa yo'nalish ketdi. U narsa eng noto'g'ri narsa, chunki uni qilgan inson o'sha uni zo'r qilib, o'sha yo'nalishni olib borib, o'sha eskirtirib, u yangi yo'nalish qidirayotgan bo'ladi-da. Aha. Orqasidan kimdir anaqa qilib uni qaytarish, u narsa o'sha anaqasi ongi uni ijodni pastligidan o'sha aniq shunaqada u. Ya'ni takrorlash emas, aynan yangicha yo'nalish o'zlari yaratish kerak. Yaratish kerak, yo'nalish ko'p. Prosta bu narsaga o'tirib, bosh qotirib, mehnat qilish, bir xil mehnat qilmaydi, o'tiradi-da, shuni oladi-da, ma'mini bu yoqqa olib, bunday qo'yib qo'yadi, bo'ldi-da. U mehnat bo'lmaydi-da. Birovning yo'nalishini olish, men o'ylashim bo'yicha kimda qanaqa menga bu xato narsa deb o'ylayman. Boya aytib o'tildi, ya'ni o'zini avtoridan ko'ra yaxshi ijro qilingan cover. Biz yoshlarga hozir shunaqa narsa bo'lgan yaxshiroq deb o'ylayman. Asar bizga ko'plar qarshi chiqadi bu narsaga. O'sha asar buzmagan, o'zi to'g'ri, buzadigan bor. Qanaqa kuylash kerak, bu o'zim fikrim. O'sha qolibidan chiqib ketmagan holatda kuylash kerak. Har qanday ashulani, asarni. Ya'ni inson o'zini nafasini bera olish kerak bu asarga. Mana shu narsada to'g'ri narsa qilgan Shohruxxon bo'ladi. Muhriddin Xoliqov, bo'lmasa Muhriddin Xoliqov ijrolari, bu ashula ularni talqinda qanaqa bo'lgandi, lekin Shohruxxon o'sha narsani sal zamonaviy qilib estradaga olib kirib, o'sha Parizodam go'zal malagimni zo'r qilib odam yuragiga yetkazib berganda, o'sha ashular ustida ishlaganda, lekin u Muhriddin Xoliqov, lekin odamligi yoshligi o'sha ijro yoqdi-da. Unga Shohruxxonga hech kim aytmadi, bu asarni aytmagan, ashulani buzmagan degan fikr hech kim bildirmadi, chunki hammaga yoqdi bu narsa. O'sha gрамотный bor asarda, o'sha asl anus qolgan, ya'ni asl nafas qolgan asarda eshitgan odam Muhriddin akani asarligini biladi va u Shohruxxon talqinida chiqayotganini ham biladi. O'sha narsa to'g'ri deb o'ylayman men. Lekin bizga hozirda ko'p ustozlardan, kattalardan qanaqadir cheklov tushadi. Bu asarni unaqa buzmagan, o'zi qolgan yo'q. Qisman bu fikrga qo'shilmayman. Chunki hozir biz rivojlanishimiz kerak. Har xil sohada va o'sha estrada sohasida ham.
ashulani imkon qadar zamonaviyroq sayqallab chiqish kerak. Ya'ni eshituvchi, xohlovchilar uni eshitadi, xohlovchilar buni eshitadi. Hammaga har xil, kimgadir rayhon, kimgadir atirgul deganda. Masalan, Rashid akamning muxlislari kerak bo'lsa boshqani xushlamasligi mumkin. Ya'ni zo'r ijrochi ijro qilgan vaqtda ham uni qanaqadir yoqtirmasligi mumkin. Hammaga har xil yo'nalish janr yoqadi-da. Shunaqa harakat qilib ko'rish kerak Judayam yoshlar. zo'r nimadan iborat edi. Bularga aytdimki, vokal yo'nalishi bo'yicha dars berar ekanlar. Maylimi meni ham shogirdlikka oling deb. Yo'q deyin sirasi. Nega? Nima kerak? Nega? Modelligingizni qilsangiz-chi, nima bor? Menda qiziqish bor. Qilib qo'ydingiz. Ha. Yo'q deyolmadilar-da menga. Aytdim, hamma uchun. Nima qilasiz-ki? Menda qiziqish bor, bu Keyin hobbi, ashula. lekin yo'q. Bu sohaga kirmoqchi Yo'q deb emasman. aytdingiz. O'zbekistonning Yo'q. Faqatgina o'zim uchun. Uyda karaoke qilganimda o'zim uchun ovozim o'zimga yoqishi kerak. Hammasi boshida shunaqa deydi, keyin qarab sanki televizorda chiqqan. Bu sohani yaxshi hazillashdim, bilmayman va zo'r. ovozim yaxshi emas-da. Qattiq qalb tetib ko'ring, o'zingizga yoqqan shuni ham siz ham eshitdingiz, sizdan. Bitta Shu joyga keldi, ya'ni Qaysi hozir shular? eshitamiz. O'ylamasdan kelsangiz bo'ladi. Maslahat beraman, ya'ni kimga? O'sha mashhur san'atkorlarga ham agar живой, jonli kimlarda ayta oladi, kimlar ayta olmaydi. Qiynaladi, ya'ni ayta olmaydi, emas, qiynaladi. Agar qiynaladiganlar bo'lsa bemalol Bu yerda sizning kelishi reklamangiz mumkin. ham bo'lishi mumkin edi. Kelishi mumkin. Biz bemalol, ya'ni rezultatga javob bera olamiz. Unda men ham bu sohani sinab ko'rmoqchiman va menga bular yordam beradilar. Lekin bu sohada Xush kelibsiz imkon bo'lsa estradaga. ketmang. O'zingiz uchun, ya'ni Estradaga xush kelibsiz. qo'shiqlar non yarimta qilib yurmang deyman-da, ish qilib. To'g'rimi? Voy estradasan, milliychisan. Estradami ya? Ya sen milliychiga ketur, sen milliychi ko'proq. Estrada milliychi. Fikrlar uchun rahmat. Albatta kayfiyatim ko'tarildi va bulardan bitta ijro eshitdik. Biz mazza qilib raqsga tushamiz, siz esa bizga jonli ijro kuylab berasiz. Aman 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 ya حبيبي يا نور العين يا ساكن هيالي عايشك بقالي سنين والغالك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن هيالي عايشك بقالي سنين والغالك في بالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن هيالي Buzitovga kelgan yoshlarni, ijodkorlarni ichidan o'rin olmagan, Buzitovga qatnashmagan yoshlar juda ham ko'p-da. O'zi masalan tuman bosqichlarida bor, viloyat bosqichlarida bor va u yerda talantli, iqtidorli yoshlar juda ham ko'p. Shu san'atga kirib kelayotgan va mag'lub bo'lgan deymizmi qaysidir ma'noda yoshlarga nima deya olamiz? O'zi san'atga mana shu nimadir bu ko'rsatuvgami yo nimadir mana shu nagrada beradigan ko'rsatuvga men nimadir olish uchun, bu boya aytib o'tgan nimadir olish uchun, nimadir olib ketish uchun emas, u yerda ishtirok o'zi juda katta. Etga ketgan, baribir u ko'rsatuvga ham shunday kirib, ishidan kirib o'tib keta olmaydi. Undan oldin badiiy kichkina o'zini kengashi bo'ladi, keyin bu yoqqa sekin. Lekin mana oddiy narsa shpargalka mana bu ham necha marta, 3 marta yutqizib, o'zida yutqizib, bosqichlardan o'tkazib avvalambor nasib qilgani o'sha o'zini ijodini ko'rsatish kerak, ham o'zini ustida ishlash kerak. Har bitta kasbni tagida mehnat yotadi. O'shaning uchun baribir bu narsa to'xtab qolish kerak emas. Hozir mana bular ham bitta Buzitovda yutdilar, oldilar o'sha o'rinni. Endi bu narsadan keyinchalik bo'lib hozir to'xtab qolish kerak emas-da, ijod qilish kerak, boshqa coverlar chiqarish kerak. Mana o'zi ko'rdingiz, bildingiz, nimaga qaysidan o'rin olganingiz, qaysi ashulangizdan. Значит, sizda o'sha
baza borda hozir o'sha narsani keyin rivojlantirish kerakda. Biza ham bir ustoz san'atkor emasmiz, lekin har holda mana 10 yildan beri 10 yil bo'ldi Samarqandga ijod qilyapmiz. Ustozlardan eshitgan, mana shu ko'rgan, biz o'zimizdan maslahat olganmiz. Shuning uchun ijoddan to'xtab qolish kerak emas. Qilish kerak, ijod bosish kerak. U mag'lubiyat bo'lgan odam yanada kuchliroq ijod qilsa, undan ham zo'r bo'ladi-da. O'shanga barchaga aytib qolamiz, omad tilaymiz, sizga omad tilaymiz. Mana shu bosing bundan buyog'iga, o'rtog'ingizni qo'yib yubormang. Birgalikda. Bir gap bilan aytganda, Bo'zatov sizga nima berdi? Pul berdi. 30 million. Albatta endi tanishlar orttirdim. Ya'ni shu Bo'zatovni orqasidan birga yuribmiz. Hozir kunda aytyapti-da. Ya hozir bitta endi isbot bu. Aha. Bizni qayta uchrashtirgan ko'rik tanlovda. Biz ko'plab o'sha ovoz, X Factor tanlovlarda birga bo'lganmiz, lekin juda ham yaqin bo'lmaganmiz. Shunchaki ko'rganda salom alik. O'sha Bo'zatov ancha yaqinlashdi. Hozir xizmatlar, uski-ku. Mana qarang. Hofizni oldida gitara yuribdimi? Mana hofiz bular. Yonida gitara yuribdimi? Значит, xizmat bor. Tushunarli, soqqali ish bor. Yo jivoy yuradilar, yo gitara. Sekin bor. Mana bu narsa uje rivojlanish bor, chunki uje xizmatlar chaqirib taniyapti, ovozini biladi. Ko'rmoqchi bo'lgan insonlar bilan ko'rishdim. Aha. Yana o'sha insonlar bilan o'sha yaqinlik, birga ijod qilish bo'ldi. Ya'ni Akbar Shoh akamiz bilan birga, keyin Aqilbek Piyazov akamiz bilan birga, ya'ni o'sha Bo'zatovda birinchi o'rinni opera bo'yicha birinchi o'rinni olgan. 29 yosh toifasi bo'yicha Aqilbek Piyazov akalarimiz bilan birga trio ijro qildik. Ya'ni Qoraqalpoqda o'sha Bo'zatov Fest yoshlar festivaliga chiqib, shunaqa o'zgacha bir adrenalin deydi-ku, o'zgacha bir hissiyot, ya'ni ham o'zgacha bir odamga zavq, emotsiya berdi, albatta. Bo'zatov sizga mana mashina o'zi mashdiki taklif qilishganini o'zi, misol uchun do'stimni topdingiz, baribir sizga imkoniyat-da. Endi bu yog'iga mana arqonni bundoq ushatdi, bu yog'iga tortish, chiqish. Misol uchun alpinistdan toqqa chiqayotganda tepadan kimdir bundoq anaqa qilmaydi, u o'zi tirmashib, o'sha cho'qqiga chiqqandan keyin mazza qiladi-da. O'sha narsa endi bu yog'i o'zingizni qo'lingizda, talant bor, ijro bor, gitarist bor, 30 million pul bor, bosing endi. Albatta Bo'zatov festivalini, o'sha tanlovni tashkil qilgan tashkilotchilarga va o'shanga e'tibor qaratgan yurtboshimizga ham kattakon rahmat. Chunki yurtimizda ko'plab talantli ijodkor yoshlarni yuzaga chiqaryapti. Bu o'zim ko'plarni ko'rdim va xursand bo'ldim va ko'plab yutuqlarga erishyapti o'sha bolalar. Ular qatorida men ham borman. Ozmi ko'pmi? Albatta, biz bundan o'ylaymanki, oqilona foydalana olamiz va sizning ijod yo'lingizga, sizlarning ijod yo'lingizga omad tilayman. Va shu o'rinda do'stingiz bilan birgalikda bitta chiroyli ijro eshitsak va ko'rsatuvimizni yakunlardik. Lay la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 shahrimning yo'lida keng ko'chaning bo'yida bir qizni ko'rib qoldim atlas ko'ylagingda so'rasam isming nima u dedi ishing nima baribir bilib oldim uning ismi Nozima 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 sevgimni sen rad etma Bonucha Bonucha sevgimni sen rad etma Aldingga yo'l topolmay dardlarimni aytolmay zor bo'ldim senga jonim aslingga men yetolmay buncha meni qiynama so'zlaringga zorlanma bir kun yolg'iz tashlab ketadi deb o'ylama Bonucha Bonucha sevgimni sen rad etma Bonucha Bonucha sen menga jonim yo'q dema lay la la lay la la lay la la lay lay
Ko'rsatuvga kelganingiz uchun rahmat. Bizni kuzatib turgan yoshlarga ham shuni aytib qolamizki, ijod qilishdan to'xtamang va har doim mehnatda bo'ling. Barchaga omad tilaymiz. Shu bilan bugungi Buzutu podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatib turgan tomoshabinlarga ham aytib qolamiz, keyingi bizning yulduzli mehmonimiz hamda festivalimiz g'olibi kim bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga ham kattakon rahmat chaqirganingiz uchun. Ukalarimiz bilan tanishdik. Omad tilaymiz kelajakda. Bundan ham zo'r loyihalarda birinchi o'rindan, bu gal birinchi o'rinni olishinglarni tilakdoshimiz. Shu aytganimdek harakatdan to'xtamanglar. Asosiysi ikkita do'st birgalikda bo'linglar, har doim hammasi shundan zo'r bo'ladi. Hali zo'r, zvizda bo'lib, konsert berayotganlarda birga ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga ham. Sizga ham rahmat, xursand bo'ldim. Omad Ko'rishganimda xursand bo'lib yuraman hech kundir. Har doim shunaqa xursand bo'lib yuraylik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, xayr.